Termiz shahrida yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qiluvchi Talaba Expo 2025 kasb ko'rgazmasi tashkil etildi. Mazkur tadbir shahar markazidagi Bobur istirohat bog'ida bo'lib o'tib, unda Surxondaryo viloyatidagi barcha oliy ta'lim muassasalari o'z pavilyonlarida talabalar tomonidan yaratilgan ilmiy amaliy ishlanmalar, innovatsion g'oya va startap loyihalarini namoyish etdilar. Shuningdek, ko'plab ish beruvchi tashkilotlar mavjud bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumot taqdim etishdi. Ko'rgazma bitiruvchi yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash, tadbirkorlik va innovatsion tashabbuslarni rivojlantirish maqsadida o'tkazildi. Tashkilotchi sifatida oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar, bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirliklari, viloyat hokimligi, O'z Milliy bank aksiyadorlik jamiyati, Savdo-sanoat palatasi va Yoshlar ishlari agentligi hamkorlik qildi. Tadbir Kelajakka qadam loyihasi doirasida amalga oshirildi. Ko'rgazmada so'z olganlar yoshlarning kelajakdagi bandligi davlat siyosatidagi ustuvor vazifa ekanini ta'kidlab, bu borada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar hamda Talaba Expo 2025 ning ahamiyati haqida to'xtaldilar. Xabaringiz bor, joriy yilda davlatimiz rahbari yoshlarning bandligi masalasi, oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarini ishga joylashishga ko'maklash maqsadida bir qator uchrashuvlar qildilar va 14-fevral kuni Kelajakka qadam dasturini amalga oshirishga ko'zda tutuvchi 61-sonli qarori qabul qilib berdilar. Mazkur qarordan maqsad oliy ta'lim tashkiloti bitiruvchilarini ishga joylashishga ko'maklash mexanizmini yaratiladi va mazkur demak Kelajakka qadam dasturi doirasida oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarini biznes g'oyalarini tayyor loyihaga qadar olib borish jarayoniga O'z Milliy bank tomonidan ko'maklashish, bundan tashqari kasbiy amaliyotni moliyalashtirish orqali oliy ta'lim tashkilotlarini ish beruvchilar bilan bog'lash maqsadida turli tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Mazkur Talaba Expo 2025 tadbiri ham Surxondaryoda bugun tashkil qilinyapti. Bundan maqsad joriy yilda Surxondaryoning 6 ta oliy ta'lim tashkilotini tamomlagan 12 mingga yaqin bitiruvchini kafolatli ish o'rni bilan ta'minlashga ko'maklash hisoblanadi. 100 dan ortiq ish beruvchilar bugun 1200 ga yaqin ish o'rinlari bilan qatnashyapti. O'ylaymizki, mazkur tadbir jarayonida ular o'zini mutaxassisligi bo'yicha yuqori daromadli ish o'rinlarini ta'minlashga erishadi. Bundan tashqari tadbirkorlik g'oyasiga ega bo'lgan talabalarimiz, bitiruvchi yoshlarimiz esa o'zini loyihasini tezroq imtiyozli shartlarda moliyalashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tadbirda nufuzli kompaniyalar rahbarlari, tajribali mutaxassislar hamda tashkilotchilar ishtirok etib, talabalar bilan suhbatlashdilar, foydali maslahatlar berdilar va ularni kasbiy o'sishga chorladilar. Ko'rgazmada 116 nafar tadbirkor o'z takliflari bilan qatnashdi. Viloyatdagi oliy ta'lim muassasalaridan jami 9837 nafar talaba va bitiruvchi ishtirok etdi. Ulardan 3184 nafari ish beruvchilar bilan yuzma-yuz suhbatlashib, kerakli maslahatlarni olishdi. 1058 nafar talaba esa o'ziga mos ishga joylashishga muvaffaq bo'ldi. Shuningdek, 43 nafar talaba o'z biznes g'oyalarini taqdim etib, tadbirkorlikka ilk qadamlarini qo'yishdi.